Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillazi hadana lihaza ve ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhtaram aziz mo'min musulmonlar, Alloh taologa behisob hamd sanolar bo'lsin. Dahi rahmatni avvalgi kunlarida Qur'oni Karimni eshitib somi bo'lish sharafiga musharraf bo'lyapmiz. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul aylasin, gunohlarimizni mag'firat aylasin, ahli Qur'onlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Azizlar, sizlarga bugun ketma-ket bir xush xabarlarni aytib qo'ymoqchiman, qisqacha qilib, chunki bundan hammanglar xudo xolisi ilhomlanasizlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana sizlarni yaxshi ko'ramiz juda ham. Qur'oni Karimni eshitgandan keyin amal qilish kerak degan oyatga amal qilgan, hozir namozdan keyin ham duo qilamiz. Ko'p birodarlarimiz, aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Juma kunida menga bir xat yozib, keyin telefon ham qildi bir ukamiz. 28 yasharli bola, 9-etajda turar ekan bu kishi. Oyoqlari ishlamas ekan, ikkita oyoqlari. Bu kishi menga shunday qalbingizni nima qiladigan xat yozibdilarki, qora aka, men 4 oy bo'ldi 9-qavatda turaman. Yoz bo'ldi, bahor bo'ldi, hali pastga tushganim yo'q. Aravam sinib qolgan. Ko'chani ko'rishim kerak. Mana Ramazoni sharif yaqinlashyapti. Shu xatmi Qur'onlarga borgim keladi. Shunga menga bitta aravaga iloji bo'lsa deb iltimos qilgan ekanlar. Kechagi jumada aytdim. Ana alhamdulillah, u kishi hozir bizga xabar yuboribdilar. Xatimga kelib ota-onalari, buva-buvilari hammasi sizlarni duo qilayotgan ekan. Bu juda katta ish bu. Undan keyin ham juda ko'p ukalarimiz hozir aravalarni olib kelib berishdi. 17-balnisadan keldi. Reanimatsiyaga 2 arava kerak ekan, olib borishgan, uni ham berib yubordim bugun. Ular ham eshitib qolishgan ekan. Ular ham hozir kasallar duo qiladi, otaxonlarni yerga olib borish kerak, bilasizlar. 3-etajdan 5-qavatga u otaxonlarni operatsiyaga borish kerak. Shunga sizlar shifo nima bo'lib qolasizlar. Shuning uchun sizlarga xush xabar aytmoqchiman. Alhamdulillah, bu ishlar juda yaxshi ishlar. Endi kechagi mavizamizdan keyin men hozir xursand bo'lib ketdimman. Kechgacha gap eshityapmanki, ko'p ukalarimiz borib xotini bilan yarashibdi. Rosa xursand bo'lib ketdim, alhamdulillah. Hatto bittalari hozircha xursand bo'lib ketdim. Menimcha shuning uchun o'zi talashib qolishgan bo'lsa kerak-da. Qora akaga e'tiboringlar debdi, hozir menga xotinim bilan yarashib oldim, $400 bitta konditsioner olib berdim debdi. Demak, konditsioner olib bering degan bo'lsa kerak-da. Juda zo'r bo'pti. Yana olib bering 2-3tasini. Xudo bersin sizga. Olib beraveringlar. Xudo sizlarga bersin, ularga olib beringlar. Savob bo'ladi. Olib beringlar, yaxshi bo'ladi. Men hozir juda xursand. Bitta qora akam aytardilar, bitta er-xotin yarashsa bitta haji savobi hammamizga bo'ldi inshaalloh. Shuning uchun bu ishlarni mana shunaqangi amalga oshirsak inshaalloh juda ham yaxshi bo'ladi. Isloh qilsak, mana kecha qarindoshlarni yarashtirishibdi kechagi nimadan keyin. Menga bugun kech-kecha shunaqa xursandchilik xabarlari keldi. Alhamdulillah, mana sahoba ikromlar shundan yutib ketgan. Eshitish bilan amal qilgan. Ana shu bilan iymonlari mustahkam bo'lgan. Shuning uchun mana shu o'zimga sig'dira olmasdan sizlarga xush xabarni aytyapman. Bundan ta'sirlanib boshqalar ham, qo'ni-qo'shnilaringlarda boshqa arazlashgan, ayniqsa er-xotinda bu. Bilasizlarmi, yosh bolachi, men ko'p xonadonlarga boraman, yigitlar yaxshi eshitinglar buni. Mabodo yana arazlashganlar bo'lsa. Yosh bolachi ota-onasi urushib qolsa-chi, yosh katta bo'lib qoladi. Achinib ketib, ko'zlari jovdirab qoladi-da, erkalik ham qila olmaydi. Shuni kuzatganmisizlar? Ota-ona tortishib tursa, bolani bilib qo'yinglar, u yosh bolalar bizdan yaxshi sezadi. Ularning qalbi juda sezgir bo'ladi. U bilib turadi, adasi bilan oyisi ba'zi bir chaqaloqni emmas ekan, ota-onasi urushsa. Biz zulm qilayotgan bo'lamiz, er-xotin bilan urushsak. Biz tug'ilgan chaqaloqqa zulm qilayotgan bo'lamiz. Shu narsalarni mana bugun his qilib, hammanglar, mayli har qanaqa bo'lsa bandamiz-ku, Alloh taolo bizning milliard gunohimizni kechirib oladi. Kechiradi. Mana tavba qilyapmizmi, hammamiz gunohsiz chiqamiz. Endi biz ham banda bo'lgandan keyin bir-birimizni, ayniqsa ahli ayollar, ular nima bo'ladi? Kechiringlar. Mana shuni iltimos qilaman. Mana shu natijalarimiz inshaalloh yaxshi bo'lyapti. Endi mana sizlarga
bugun bitta ukamiz borlar, olim yigit, juda yaxshi yigit, Ulug'bekjonni. Mana shu sizlarga juma kuni olib ota-onaga xizmat qilish odoblari degan har bir oila uchun zarur kitob deb kitob yozibdilar. Men buni ko'rim, taqriz yozib berganman. Bu kitobni mana shu yerda ota-onasi borlarning hammasini qo'lida bo'lishi shart bilib qo'yinglar va buni o'qib olinglar. Hozirgi namozlarimiz shunda qabul bo'ladi. Bu ota-onaga qanaqa xizmat qilishi ko'plar bilmaydi. Ovqat bersam bo'ldi, choy bersam bo'ldi, unaqa emas. Ota-onaning xizmat qilishining nozik taraflari bor. Juda go'zal yozilgan. Buni ayollarga, o'zinglarga hammaga olinglar. Qazi olmasanglar mayli. Boshqa narsa olmasanglar mayli. Muzqaymoq yemasanglar ham mayli, ammo kitob bo'lsin. Kitob bo'lsa biz taraqqiy qilamiz. Bilib qo'yinglar yigitlar. Kitob o'qimagan millat million dollar pulingiz bo'lsin, siz kambag'alsiz. Sizda ma'naviy qashshoqlik bo'ladi. U kitob o'qimagan odamni men hurmat qilmayman. U ming boy bo'lsa ham nima? Mana bunaqa narsalar bo'ladi xolos, nima unda? Qalbida nur bo'lmaydi. Shuning uchun kitob o'qishga o'rganinglar. Bir varoq bo'lsa ham o'qinglar, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. O'qinglar bu kitoblarni. Men bir kun kitob o'qimasam, hamma narsamni yo'qotib qo'yganga o'xshab qolib, bir ishlarimiz, majlislarimiz ko'payib. Bir xil umuman kitob o'qimay yuraveradi. Astag'firulloh. Bir umr kitob o'qimasdan o'tishlik ko'r bo'lib o'tib ketishga o'xshagan narsa bo'ladi. Kitob o'qing. Mana tafsir, Hazrat tafsirlarni albatta o'qinglar. Tafsiri Hilol hammalarda bo'lishi shart. Mana tafsirlar qancha muftiyning tafsirlari chiqyapti. Albatta o'qinglar. Yana mana bu narsa, islomda bolalar huquqlari. Mana shu yerda bolalarning huquqi qanaqa, buni ham yodlab olinglar. Bir Muslimjon degan bir ukamiz bor, olim yigit. Bu kishi O'zbekiston musulmonlari idorasida ishlaydi. Olim yigit bu kishi. Arabchasini ham chiqardi, o'zbekchasini ham. Islomda bolalar huquqlari. Ota bo'lsiz, otamisiz, bolangizning huquqini bilishingiz kerak. Bu yerda fiqhiy masalalar. Necha yoshda qanaqa otaning huquqi, emizish huquqlari bu hammasi bor. Shularni o'qib, ma'rifat hosil qilinglar. Umringlarni faqat internetni kovlash bilan o'tkazib olmanglar. Bu o'zini yo'liga, lekin kitob boshqa narsa. Kitobning fayzi butunlay boshqa bo'ladi. Shuning uchun sizlarga xursandchilik aytib qo'yaman. Endi yana bitta iltimosim bor. Bu ishlaringlardan hozir nima qilib ketdim. Mana bu noiblarim o'tirishibdi, kotiblarim o'tirishibdi. Bizga to'xtovsiz, ayniqsa Ramazon boshlangandan beri juda ham ko'p odam kelyapti. Ko'zi ko'rlar, uyi yo'qlar, bir qiynalganlar, boshqalar, qarzi borlar. Endi yozib yotibdi kotibimiz. Mana bu bizning kotibimiz Obidjon bor, mana biz Mirza Iskandar. Bular juda pokiza bor. Men Allohning oldida ham guvohlikka o'taman. Shu Mirza Iskandarlar juda pokiza bor. Mana shularga yozib olishgan bo'lar. Mabodo mana shunaqa yordam qiladiganlar bo'lsa, shularga uchtanglar. Ularni ham hisobotini berib turaman. Qaysi bir odamga, kimga operatsiyaga berdikmi, boshqasinimi? O'shalar xursand bo'ladi, duo qilib shu Ramazonda Rasululloh alayhisolatu vasallam bo'rondan ham saxiy bo'lib ketganlar. Biz ham shu mana shunaqa ko'zi ko'rmaydigan, nogiron, boshqa yoki qarzdorlar bor, ko'p qarzi bor. O'shalarga ham ozgina bo'lsa ham yordam qilsak, yaxshi bo'ladi. To'lovlar masalan, o'zingizlar ham to'lab beraveringlar. Kambag'alroq odam chirog'ini to'lamayapti, gazini to'lamayapti, to'lab beringlar. Qo'y so'yib 10 ta iftor qilgandan katta savobga ega bo'lasizlar. Duo qilaylik. Parvardigoro, yakka yagona, Sandan yalinib so'raymiz. Shu juda ham xursand bo'ldim men bugun, to'g'risi. Alhamdulillah, shu amal qilishga o'tyapmiz. Qur'oni Karimni eshityapmiz, amal qilyapmiz. Shu amal qiladiganlarni savoblarini ko'paytirib bergan. Bu mana shu arava olib bergan yigitlarni o'zlarining umrlarini uzoq qilib, sog' salomat qilgan. Bular qanaqa duo qilishdi bilasizlarmi? Yig'lab duo qilyapti telefondan. Iloho bularga ajr mukofotlar bergan, ko'paytirib bergan, qilgan ehsonlarni o'zlariga behisob qilib qaytarib bergan. Mana bu arazlashganlar yarashibdi. Yana bugun ham, ertaga ham eshitdik shunaqa. Qoraka kecha aytuvdingiz, eri xotin, aka uka yarashdi degan gapni ertaga ham kutaman, Xudo xolasa. Yarashib ketsin, hammalari yarashib, dunyoni jannati masjidda birga bo'lyapmiz. Oxiratni jannatida ham o'zingni jamolingga musharraf bo'ladigan saodatli bandalardan bo'lishimizni hammamizga nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala xayr qilsin. Allohu ta'ala